Hammaga salom do'stlar. Bu Mabos chiqsin. Hammaga salom do'stlar. Bugungi videoda biz mana shunday keng maydonda 1 million so'mni topish challenge-ini o'tkazamiz. Shartlarimiz bilan tanishib o'tadigan bo'lsak, shartlarimiz bu har bitta ishtirokchi o'yinga kirishdan avval birinchidan nakazaniya tanlab oladi. U nakazaniyani bajargan holda 10 minut ichida yashirilgan surprizlarni topishi zarur. Bu surprizlar haqqoniy bo'lishi uchun operatorimiz yashirdilar. Bundan men ham bexabarman. Shuning uchun bu challenge-da men ham qatnashaman. Aytgancha, bu nakazaniya qandayligini hatto men ham bilmayman. Agar shartni tushunmagan bo'lsanglar, videoni oxirigacha ko'ringlar. Bu video meniki. Videodagi ishtirokchilarimiz Parizoda, Hakim, Habib va Olimman ismi. Bu videodagi eng qiziq joyi, ya'ni nakazaniyalar tanlashga o'tamiz. Omadsizlik 5 minut. Minus 5 minut. 10 minut sizdan o'zi shartlarga 10 minut vaqt beriladi. Ya'ni yutuq topish uchun har bitta ishtirokchiga 10 minut vaqt beriladi. Bulardan minus 5 chiqqan bo'lsa, 5 minutlik vaqt beriladi. 30 raqamli oyoq kiyim kiyib, 12 nima? Kiyib 12. Izla. 30 raqamli oyoq kiyim kiyar ekan, keyin esa u kiyib izlar ekan. Ya'ni oyoq kiyimni almashtiramiz. Bu videoda men o'zim ham qatnashaman, shuning uchun nakazaniya tanlashganim meniganim. Qo'ling bitta qo'l bilan izlash. Endi navbat Habibga. Nakazaniya tanlaymiz. Qani? Uchinchi. Qo'ray. Quyondek sakrab izla. Yaxshi. Marhamat, so'nggi ishtirokchimiz, ya'ni Olimman ismi. nakazaniya tanlash imkoniyati yo'q bo'lgan ishtirokchimiz. Kamera. Akam! Jonim akam. Birinchi ishtirokchimiz Parizoda va ularga berilgan vaqt 5 minut bo'ldi. Chunki nakazaniyada minus 5 chiqdi. Shuning uchun taymerni boshlashni bosamiz va olg'a. Vaqt ketdi. Bitta yo'q shekilli. Umid qilib, shu tepaga chiqamiz. 2 minut o'tib ketdi. Go. Ko'rdim. O'shani qilaman. Ko'rdim. Manfaat. Bular, ya'ni bu ana surprizini 3:23 sekund, ya'ni 2 minut o'tgandan keyin topishdi. Qolgan vaqti 3 minut qoldi. Va bu sizga qatnashganingiz uchun rahmat. Qatnash. Ketdi bo'lsa chiqaylik. Gapim bor. Albatta, obuna, like bosib qo'ying. Bu ham pul turadi, shunchalik. Eng ishtirokchimiz Abduhakim va ularga tushgan nakazaniya 30 raqamli oyoq kiyim kiyishadi. Kiydilar. Endi esa 10 minut vaqt beriladi. Qani bo'lmasam, boshladik. Çok çekek. Bunu izleyin. Yaxshilik tosh tagida hech balo yo'q. Bu operatorimiz xos gapirib qo'ydilar. Mumkin emas edi. Aytgancha, agar mana shu video 50 mingta like qilsa, operatorimiz yuzini ko'rsatamiz. Dunyoda bo'lmagan ish zamonaviy operator, ya'ni qiz bola operator. Bizga ham shunaqa. Ko'rsatma. Money. Ani abdurahmonov. Brilliant. Video davomida bizning ishtirokchilar bir million so'mni qayerdan bilmasdan yonidan bee'tiborlikka o'tib ketishdi. Va bu xatoni hatto men ham bilmadim. Ay bo'lay. Ko'ramiz endi birovni topib Like. Lekin topmasa bizga qo'shimcha qildi.
Like bosib obuna bo'lib qo'yinglar. Davay birga aytamiz. Like bosib obuna bo'lib qo'yinglar. Videoni oxirigacha ko'rsangiz 1 million so'm kimga nasib etganini ko'rishingiz mumkin. Ya'ni Ekstremant morgga borib, u yerda nechalarimiz soni 30 ga yetadigan bo'lsa, biz morgga borib Ekstremant bekmachoq olamiz. A few moments later. Qataringizni qo'yaman. 2000 years later. 9 minut vaqtingiz ketdi. Bunga rozimisiz? Ha. Arzimga? Ha. Davay ketdi. There's a fire tank, even thought it hard, 'cause I don't care, lost my first my mind, even thought it hard. Bombastic side-eye, criminal offensive side. 3-ishtirokchimiz Habib. Siz tayyormisiz? Bularga bergan naказание quyonga o'xshab sakrashadi. Shuning uchun ham 10 minut vaqt va siz tayyormisiz? Ketdik. Oba, boshdan. Давай, давай. Sizga ishonib bosing. Qani, hop, hop. Hop, hop, hop. Ay, bana oyamaz gitti. Ay. Oy canım. Ay. Menga yordam berishdi. Like bilan obuna bosinglar. Qarang, men sizga anov beraman. Kamerasi yaqinroq olib keling. Bular hozir juda ham qiynalib ketdi. Ham ro'za Ramazon oylarida ana bo'lmaslik, qiynalmasliklari uchun. Siz obunachilarga ishonamiz, to'g'rimi? Ha. Shuning uchun like bilan obunani bosib qo'yinglar. Hozir juda ham qiynalmaslik uchun bundan shartni ozod qilamiz. Ketdik. Bari ketdi. Aha, bari ketishlar boshladi. Nima chiqardim? To'qqa chiqish do'stlar. Qiyin-da, ha? Do'stlar. Ay, oğlum. Oyog'im og'riyapti. A few moments later. Do'stlar. Mashta bir nima bordi. Biz turibmiz, taraflarda bor. Yo'q, endi. Yo'q. Annem. Xo'sh, katta. Katta. Nima bu? Ben tanımamıştım. Hadi. Oo, kola topdik. Kola. Kola topdik, kola topdik. Hoş, hoş, hoş. Zor. Hadi. 7 minut, ya'ni 6 minut o'tib ketdi. Shuncha vaqt qoldi. Va sovg'a topildi. Shu bilan vaqt tugatildi. Endi navbat esa menga. Navbat esa menga. Ham ketdik. Vaqt boshlandi. Vaqtni bularga topshiramiz va ketdik. Men tezroq qildim. To'g'ri charchaganman, lekin yugurib tez qilmay tashlayman. Keyin narigi tomonga o'taman, chunki narigi tomonda nimadir ko'zimga tushgan deb o'yladim. Kurmoqchi edim, operator chasib qolsin. Ular o'ylash kerak. Bu videoda menga berilgan naказание yodimizdan ko'tarilib va qo'lim bog'lanmagan holda videoni davom ettiramiz. Qo'ylar qo'y. Ana naryoqdan tushib kelayotgan videoning boshida yo'q. Haydi qizil bir nima bor edi shu. Yaqin o'tiraman. Kulmayapsizmi? Man. Ой, машина сама. Привет, дорогая, это мой фасон. Они меня знают, поэтому им через дни белорус читают на район. Ko'zimga uranib ko'rinib ketdim. Yurish kerak edi akam shu yerda. Ana qo'shiqni o'ynamaydi, aytib turasiz. Qaysi? Ana o'tgan videoda qo'ygandingiz. Ana Kenchana.
Keyinchalik hop. Yuguraversin ha o'zi. Biz yugurmaymiz a. Chunki bitta yo'qdi. Yo'q, chunki men ketdim. Men vaqtimga ichma to'polmasamchi. Ichma qilmaydi, ichmalasiz qolasan. Ola bo'lsa ya. Shuncha ketgan. Keyingi ishtirokchimizga va so'nggi ishtirokchimiz bularga berilgan naказание 42 razmerdagi oyoq kiyim bilan izlash. Boshlaymiz-mi? Boshladik. Vaqt ketmoqda. Mana. Hali ancha vaqt ko'p. Mashinalarga qarang. Odamlar o'tdi. Emotsiya qanaqa? Ayting. Nerede? Olimani. Olimani olish uchun. Men topdim. Men boya aytdim muqaddasga, mashta yo'q, ichmala dedim. Ichmali yo'q ekan. Mash tepaga chiqmang, umuman ichmala yo'q. Amam gapni esdan chiqardingmi nima? Abacha. Aka. Menga. Like bosinglar. Men ro'zaman, men. Boshlovchilikni o'zimga oldim ro'za bo'lgani uchun. Mayli lekin. Bu videoda men boshlovchi bo'lishimni xohlasanglar, albatta like bosinglar yoki komment yozib qoldiringlar. Voy. Buz tashamanglar, hamma yeri. Kommentga yozinglar, Parizoda boshlovchi bo'lsin deb. Tanish bilishlik bo'lmasin, kommentga Parizodani tanishlar yozmasin. Meni kanal. Agar bu kanalda yana meni jamoalimni ko'rishni xohlasanglar, 150-200 like ketdik. Bang'illab tashinglar, bang'illab. Men boshlovchi bo'laymi yoki u? Biz ham uzr dunyo. Kommentga yozib qoldiringlar. Yoki u bo'lsinmi boshlovchi yoki men. Kommentga albatta yozinglar. Men bo'tdi deb o'ylamayapman lekin. Bittalasidan qo'rqyapman. Nariyoqda qo'ylar kelyapti. Erta it bo'lishi mumkin. O'shandan qo'rqyapman. 5 minut vaqtingiz qoldi. Top qo'ysa, lekin dahshat bo'ladi. 1 million. Akam, nima deb o'ylaysizlar? Hozir yozinglar. 1 million topadimi yo'qmi? Hozir tugaydi vaqtimiz, kam qoldi vaqtimiz. 33. Afsuski, olim akamiz Olimman ismi. topolmadi. Uje kam vaqtimiz qoldi. 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16. Bir gapni aytsam, hammanglar o'shan oltda 1000 martalab o'tib ketdilar. Qizilni ichida 1000 martalab ushladinglar ham. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Kamerachimiz. Aytmadim men faqat yurib ketdinglar o'sha yerdan dedim. Kamerachimiz hozir o'sha xabar ko'ramiz. Ketdik. Ketdik o'sha boramiz. Albatta topishimiz kerak. Qaytdi. Men aytdi deb o'ylamayman, qizilman shunaqa. Shuni boshqa ushtaganimiz jon yaqinlashganimiz. O'shandan. Yo'q, nimadir ichida-da. Hozir qidirib qo'yaman. Omad tilaylar.
Ko'rmayman. Chetda. Tirikchilikni. Qanaqasiga? Men shuncha o'tishni yonidan. Qanaqasiga ko'rmaslik mumkin? Bitta ko'rsating. Bitta ko'ring. Money box. Bitta ko'rsating. Hech kim topolmadi. Shuning uchun ham bu pul operatorga qaratdim. Hamma charchadi, yugurib. Operator To'g'risini mehnat uchun bu ketdi. Uch ketdi. Bunaqa harakatlarimiz uchun albatta like bosinglar. Obuna bo'lishingizni chiqmasa, agar qaranglar, Qavat keyingi to'ldirib challenge'imiz tashinglar, qanaqa parizani boshlovchi bo'lsin deb. aytdim. Ko'proq like yig'inglar. Shuning uchun ham Morkga borib biz ekstremal bekocha olamiz. Qani keting. Like. Hammaga yana bir bor salom do'stlar va bugungi videoni oxirigacha ko'rgan bo'lsanglar, like va obuna bosishni esdan chiqmasin. Bugungi videoni olganimizga 1-2 kun bo'ldi. Biz hozir montaj qilish ishlari jarayonlarini olib borayotgan paytimizda bir narsa esimizga tushib qoldi. Ya'ni biz xayrlashuv sahnasini olmagan ekanmiz. O'shaning uchun bunga turli xil muammolar sabab bo'ldi. Telefonimiz zaryadkasi o'chib qoldi, undan tashqari kech bo'lib qoldi. Charchagan hamma, ham olish yodimizdan ko'tarildi. Va sizlar bilan yana bir marta ko'rishguncha xayr.